Assalomu alaykum akalar. Bu laboyimizni ham motorini tushirib oldik. Radiatorlarga da tushirish bo'ldi. Motori ichkarida. Laboyimizning yo'lovkasi mana. Klaplar ham pichoq bo'lib ketgan. Sparatorlarning turbalari ham chirigan. Bu ham yangilanadi. Karzinka pedo yangi qo'ygan ekan. Karzinkasi necha vanna bo'lib qolibdi, eplab qo'yib beramiz buni. Yaqinda qo'ydiruvdik mana. Pedoga ham yaxshi. Masina so'z almashadi. Mana bloga. Bu ham birinchi remontga chiqmaydi. Shu birinchi remontga chiqmaydigan darajada bo'lib ketishining sababi klapanni vaqtida torttirmay yurishlik va vozdux filtriga qaramaslikdan kelib chiqadi. Yani yumshoq klapandan bo'ladi. Laboyimizning narsalari mana devor tagidagi narsalar. Bu chachilayotgani mana bu Damastiki. Tashqarida yana bitta Damastimiz sochilyapti. Bu ham kapital motor. Hammasini o'z ichiga solinadi.